Assalomu alaykum. Hafta davomida Milliy gvardiya qo'mondoni general-polkovnik Bahodir Tashmatovning joylardagi manziliy o'rganish ishlari izchil davom ettirildi. Dastlab Toshkent tumanida amalga oshirilayotgan jamoat xavfsizligini ta'minlash ishlari o'rganilib, hududlarda tashkil etilgan hamkorlikdagi xizmat faoliyati hamda xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar ko'zdan kechirildi. Shuningdek, qo'mondon Toshkent shahridagi harbiy qismlardan birida bo'lib, shaxsiy tarkibning jangovar va jismoniy tayyorgarligi, kundalik xizmat faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Tashrif davomida xizmat sifati va jangovar shaylikni yanada oshirish bo'yicha muhim topshiriq va ko'rsatmalar berildi. Innovatsion rivojlanish yo'nalishida ham muhim uchrashuv bo'lib o'tdi. Milliy gvardiya qo'mondoni Turin Politexnika universitetiga tashrif buyurib, sun'iy intellekt, robototexnika hamda dron texnologiyalari bo'yicha istiqbolli loyihalar va hamkorlik masalalarini muhokama qildi. Yoshlar bilan ishlash yo'nalishida Olmazor tumanidagi g'amxo'rlik markazida o'tkazilgan general va yoshlar uchrashuvida bildirilgan murojaatlar amaliyotda o'z ifodasini topdi. Bolalar harbiy qismga tashrif buyurib, harbiy xizmatchilarning kundalik faoliyati bilan yaqindan tanishdilar hamda otlarda sayr qilib, unutilmas taassurotlarga ega bo'ldilar. Bu kabi tadbirlar davom etmoqda. Hafta yakunida Milliy gvardiya qo'mondonining navbatdagi manziliy o'rganish ishlari Sirdaryo viloyatidagi ixtisoslashtirilgan o'quv markazida davom ettirildi. Tashrif davomida o'quv jarayonlari, harbiy xizmatchilar uchun yaratilgan sharoitlar hamda tizim faoliyatini yanada takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.